alaykum. Yangi Fuqum ingliz tili darsimizga qaytib kelganingizni qizg'in qarshi olamiz. Bugun biz 2019 yili 8-ayning 8-i yeni payshanbada o'tiribmiz. Qarasangiz 3-qurda Thursday, August 8, 2019 deb turdi. Xo'sh, unda biz konu gaplarni bir qancha qatim takrorlanib bo'lgan konu gaplarni hamda demayli. Biz bevosita qandaq darsimizga shunga kirib ketayli. Xo'sh, bugun biz 15-dars bilan 16-darsni ko'ramiz albatta. 15-darsimizning temasi Your passports, please. Kundagi odatimizga o'xshash oldi bilan qandaq har qanday bir narsani tushunishdan burun yoki har qanday bir ishni qilishdan burun oldi bilan yangi so'zlarni o'rganadigan bo'lgan to'q qarasangiz new words and expressions deydi. Yangi so'zlar va so'z birikmalari yoki ifodalash usullari degan gap bu. Xo'sh, undaqda birinchi so'zimiz nima ekan bugungi? Diqqat qilib anglasangiz qarang. Birinchi so'zning talaffuzi mundaq. There. Buningda tilimizni yenlik ishlab turib z degan bir tovushni chiqaramiz degandek bir gapni qilgan yodingizda bo'lsin. Naq shu tovush shu. Tilimizni yenlik ishlab turib z ni o'ylab turib chiqarsak bo'ladigan tovush ma. Z degan shu. Ya'ni th harf birikmasi. Yana bir qatim o'qiyman. There. İkinci sözümüz problem. Üçüncü sözümüz with. Bu sözün oqulishida mı şu birincisiga o'xshash th qandaq avayqidek tilimizni yenlik ishlab turib z degan tovushni chiqargan, ya'ni z degan tovushni chiqargan ahvolda yaxshi diqqat qilsangiz with. Okay? To'rtinchi sözümüz bugungi customs. Bu so'zni o'qiganda alohida diqqat qilish kerak. Custom deb banadan keyin as qo'shimchasi bor va uni shu yenlik holda z degan tovushni chiqarib qo'shib qo'ysak bo'ladi. Yenlik holda, masalan, customs. Hargizmi customs deb bundaq urg'uliq bundaq olmaymiz. Custom deb olib zni yenlikla qo'shib qo'yamiz. Customs. Okay? Number 5, officer. Number 6, girl. Buni hargizmi girl deb o'qimaymizmi? Girl qilib olib ana ga yenlik chiqarsak bo'ldi. Girl. Okay? Number 7, we. Cho'qim diqqat qildingiz, ikki qalpoqdan chiqadigan, yumloq chiqadigan bir tovush ma. Degan tovush shu, ya'ni w ningki o'qilish ohangi. Yana bir qatim we. Hargizmi buni ustidan kichish, ostdan qalpoq tegib chiqadigan v degan tovushda chiqarib qo'ymaylik. Ya'ni v harfiningki v degan tovushida v deb o'qib qo'ymaylik. V emas, shuni bu degan we. Okay? Diqqat qilaylik. Number 8, Danish. Hargizm buni yangi yozishlar Danish deb o'qiyotmaydi. Shuni Danish emas bu, Danish. Number 9, friend. Number 10, Norwegian. Number 11, they. Demo diqqat qilyapsiz. Shu birinchi, uchinchi so'zlardagi th naq o'xshash o'qilyapti, Shu 11-chi so'zdimi? Ya'ni yenlik holda tilimizni ishlab turib zanjirdagi z ni chiqargan tovush shu, Yana desam yana shu, Yaxshi diqqat qiling, 11-chi qarang, They. 12-chi so'z passport. 13-chi so'z these. Buningga o'xshashgan shu birinchi, uchinchi, 11-chi so'zlardagi th ga o'xshash chiqdimi? 13-chi so'zdagi th ningki o'qilishi ham. Okay? The. Ya'ni these. Demakchi bu so'zda alohida diqqat qiladigan narsa birsi shu the ni o'qilishgan th harf birikmasiningki the bo'lib o'qilishi, andan keyin as harfiningki z deb o'qilishiga diqqat qilyapsiz-ku,
These. Herkesme these deb chiqarib qo'ymaymiz. Se chiqarib qo'ymaymiz. Ya'ni saodatdagi se emas. Balki z. Okay? Ya'ni z. Ya'ni yana bir qatim o'qib bersam 13-so'zni. These. These. Okay? Number 14, tourist. Tourist. Number 15, 15. 15. Xo'sh. So'zlarningki o'qilish ahvoli shundoq. Endi men ma'nosini bir tez o'tib so'zlab o'tib ketay. Qarang. Number 1, there degan asha, avya degan gap. Yodingizda bor, biz buya, misha, mana degan so'zni o'rgangandik oldingi darslarda. U nima deydi? Here deya. Ya'ni o'zimizga yaqin bir joyni ko'rsatib turib, here deymiz-ku, mana yoki misha deb. Ma there degani naqashining aksi, ya'ni asha, avya. Yine özümüzden jiroqroq turgan yani ko'rsatadi. Okay? Ikkinchi so'z problem. Problem degan masala degan gap. Okay? Masalan, what is the problem desakmi? Nima masala, nim bo'ldi yoki masala nima degan gap hamda. So'z ma'nosi bo'yicha tushunsak. Nima ish bo'ldi deb olamiz-ku uyg'ur tilida. Ravon tarjima qilsak, masalan, what's the problem? Nima masala bo'ldi yoki nima ish bo'ldi degandek-ku. Okay? Problem degan masala. Okay? Number 3, with. With. Bu bilan degan gap. Masalan, with me deganini deymiz, men bilan deymiz. With you degan shu, sen bilan degan gap. Okay? Demak, bilan degan gap. Bilan deganimda aniq ko'rib turibsiz, masalan, with you deb olganda, sen bilan degan chaqirganda, senning oldiga keldi ekan. Biz uyg'ur tilida qanda senning kaynida ifodalaymiz. Sen bilan deb. İngliz tilida qanda bilansan deb bunda ta'tir oldi ekan. Mana bunga bir diqqat qilib qo'ysak, shu yoshirin sezgimizga bir singib ketib qolsa, keyin ishlatishimizga foydali bo'ladi. Demakchi o'g'lim, ingliz o'rganganda uyg'urchani bir selishtirib o'tib ketsangiz, esingizda qoladi. Okay? Qalbingizda bir selishtirib o'tib ketsangiz, masalan, uyg'ur tilida biz siz bilan deydi ekanmiz. İngliz tilida ta'tir deydi ekan, bilansiz deb. Bilan kim bilan? Siz bilan deb. Bilanni oldi deb kendidan siz deydigan. With you deb. Okay? Bir selishtirib o'tib ketgan demakchi u. Number 4, customs. Customs. Bu tamojna degan gap. Okay? Chegaradan o'tganda o'tadigan tamojnachi. Customs. Number 5, officer. Officer. Bu boshliq degan ma'nosi bor. Yoki amaldor degan ma'nosi bor. Yoki ba'zida masalan shu nimada chegirib o'tganda masalan deylik, misol olsak, masalan customs officer desak nima bo'ldi? Shu tamojna soqchisi degan bo'ldi. Demakchi bu yerda endi amaldor, boshliq deb tarjima qilishning hojati yo'q-ku. Tamojna xodimi deb olsak ham bo'ladi. Demakchi xodim deb tushunish kim bo'ladi. Masalan soqchiga qarta esingiz qanday? Masalan soqchiga officer, masalan, excuse me officer degan bo'lsangiz, bu yerda officerni qanda soqchi apandim deb chaqirgan bo'lasiz. Officer deganda apandim yoki xodim degan ma'nosi bor-ku. Mushundan chiqib turdi demakchi. Ya'ni boshliq amaldordan boshqa apandi yoki xodim degan ma'nolar bor demakchi. Jonliq tushunganda, okay? Masalan, number 6, girl. Qizchaq degan gap bu. Bu qizidagi u so'z emas. Qizini nima degan to'q? Yodingizda bor o'tgan degan biz daughter deganni qizi degan to'q. Masalan, ota-onasiga nisbatan aytilgan so'z bu qizi degan. Masalan, my daughter degan mening qizim degan gap. Ma girl deganimda jinsiy ayrimidagi qiz o'g'ildagi qiz. Masalan, girl qiz bola. Albatta buningki qarshi ma'nosi nima bo'ldi? O'g'il bo'ldi. Uni hozir so'zlamaymiz, chunki oldimizda uchraydi baribir. Buguncha girl deganni bilib olsangiz bilan bo'ldi. Qiz bola degan gapga endi. Okay? Number 7, we. Biz degan gap. Savodishlar menni o'rgandik, I deb. Biz nima deydi ekanmiz? We deydi ekanmiz. Okay? Mushtaq qilib asta-asta kengaydi bizning so'zligimiz. Number 8, Danish. Danish degan daniyalik degan gap yoki daniyaning. Okay? Masalan, Danish car bo'lsa daniyaning mashinasi bo'ldi. Masalan, Danish man bo'lsa nima bo'ldi? Man deganni
er kishi degan to'q. Daniyalik er yoki daniyalik odam degan bo'ladi-ku. Okay? Danish, daniyalik. Ya'ni Daniya degan Yevropadagi davlatchu. Shu ning demakchi. Daniyaning yoki daniyalik davlat tavalligi demakchi. Davlatning ismi emas, davlat ismini keyin o'rganamiz. Keyingi darsda. Buguncha o'sha Daniyaning yoki daniyalik deb o'rganib tursangiz bo'ladi Danishni. Number 9, friend. Friend degan do'st degan gap. Masalan, my friend, mening do'stim, your friend, sening do'sting, his friend, uning do'sti, action ko'rsatib turgan gap. His degan uning, ya'ni action'dagi uning u. Okay? 10-chi so'z Norwegian. Norwegian degan Norvegiyaning yoki norvegiyalik degan gap. Okay? Xuddi Danish degan Daniyaning, daniyalik bo'lgandek, ma'vo Norvegiyaning, norvegiyalik bo'ladi. Norwegian. Bular davlat tavalligining ismlari. Davlatning ismi emas. Shumi davlatning ismlarini oldida o'rganamiz. Number 11, they. They, ular. Bu hamda he, she, it. Ba'o uchinchi shaxs birlikini ko'rsatadigan u dedik. Masalan, erlardagi uni he deymiz, ayollardagi uni she deymiz, narsalarga ishlatiladigan uni it deymiz degan tuqqo. Demak, ular birliklar bo'lsa, uchinchi shaxsningki birliklari bo'lsa, ayrim-ayrim holda. Ayol narsalar qartilgan u ayrim-ayrim bo'lsa, ma they degani ashlarning umum atalg'usi ular degan gap. Ya'ni uchinchi shaxsningki ko'pligi ma'lum. Okay? They. Ya'ni uchinchi shaxs ko'plik ular deb yozib olsangiz bo'ldi. Number 12, passport. Bu to'liq tunishlik bir so'z, passport degan gap. Number 13, these. Bular, ma'ular. Yodingizda bor, bu ma'vu degan o'rgangan to'q. O'zimizning qo'lida tutib turgan narsani yoki o'zimizga yaqin turgan narsani ko'rsatib turib, bu ma'vu deydi-ku. This degan shu to'q. Masalan, birinchi darslam ko'rgan to'q. Is this your handbag? Bu sizning qo'l sumkangizmi? deb demakchi ashadagi this degan bu ma'vu degan gap to'q. Ma these degan mana shuningki ko'pligi, ya'ni bular ma'vular bo'ladi. Okay? Number 14, tourist, sayohatchi degan gap. Sayohatchi. Number 15, bu 15 degan son. Ya'ni bugungi darsimiz qanday 15-chi dars bo'lganligi uchun 15 degan sonni qanday cho'qim bilishimiz kerak. Xo'sh, undaqda yuqoridagilari so'zlarningki o'qilish talaffuz ahvoli va ularningki ma'nolari undaqda biz tez suratda qanday nimani dialogni ko'rib boqaylikmi? Dialogninki nimasi dialogda bizdan so'raladigan savol nima ekan? Masalan, dialogni o'rganib bo'lgandan keyin biz javob berishga tegishli savol nima ekan? On tarafda ko'rganimizdek conversation, ya'ni dialogda bizdan so'raladigan savol, is there a problem with the customs officer? dedi. Is there a problem with the customs officer? Bu so'zni men ma'nosi bilan birdan turib tushuntirma. Birdan turib tushuntirishdan avval qanday qilamiz hozir biz nimani shu dialogning o'zini ko'rib boqaylik. Qarang, customs officer. Buni batda ko'ryapsizlar, PDF nusxasi kitobningki, xuddi siz shu tor bekitimizga chiqib tushirib olgan kitobning o'zi shu. Okay? Demakchi, so'l tarafdagisi dialog, o'ng tarafdagisi shu har bir bo'lakningki, shu dialogda aytilayotgan gaplarningki o'ziga munosib holdagi rasmi. Deyli, masalan, qarang, customs officer nima deb boshladi gapni? Are you Swedish? Mana shu o'qiyapsiz va yana bir qatim. Are you Swedish? Deganda girls nima deydi? No, we are not. No, we are not. Deydi. Deb bo'lib nima dedi? We are Danish. Deydi. Okay? Another customs officer nima dedi? Are your friends Danish too? Deganda girls qo'pib, no, they aren't. Deydi. Deb bo'lib, they are Norwegian. Deganda customs officer qo'pib, your passports, please. Your passports, please.
deganda girls qo'pib here they are deydi. Deganda customs officer qo'pib are these your cases? Yana bir qatima are these your cases? Deganda girls qo'pib no they aren't dedi. Bu gibi deb bo'lib no they aren't deb bo'lib girls endi nima deydi? Our cases are brown. Yana bir qatima our cases are brown. Deb bo'lib here they are. Here they are. deydi. Deganda customs officer qo'pib are you tourists? Yana bir qatima are you tourists? deb so'rayotdi. Uniki girls qo'pib yes we are deb javob berdi. Uniki customs officer qo'pib are your friends tourists too? Ağzınız kəmməsə eşqisi yox. Cümə cıq oxusunuzdan kəp kitidir. Okay? Are your friends tourists too? Deganda girls qo'pib yes they are dedi. Ananın customs officer nima deydi? That's fine. Deganda girls qo'pib thank you very much dedi. Şunun bilan bu dialog oxirlashdi. O'qilish ahvoli shundoq dialogning endi biz ma'nosini tushunib boqaylik. Buning ma'nosini tushunishdan burun qandoq bu savolning ma'nosini bir tushunaylikmi? Nima degan gap bu? Bizdan talab qilayotgan javob talab qilayotgan savol nima savol bu dialogda? Is there a problem with the customs officer? Bu yerda is there ni billa bamu deb olamiz. Okay, men yozay. Masalan, do'stimga yozsam ingliz tilida planiyada bunday narsa bor degan gapni inglizchada there is masalan bir nima planiyada deb bunday oladi. Ya'ni demakchi o'g'lim uzun gapning qisqasi there is deb boshlanib qolsa bir jumla yoki is degan birlikninki BPL go o'tganda oldingi bir darsda men BPL to'g'ri kichik bir savat bergan. Agar yodingizda bo'lsa. Yodingizda bo'lmasa hech qisi yo'q. Buni oldimizdagi darsda baribir so'zlaymiz. Demakchi o'g'lim agar BPL is bo'lsin, mayli are bo'lsin, qanday bo'lishidan qat'iy nazar ish qilib shu there bilan BPL ya is ya are ikkisi mustahkam qolsa, demakchi o'g'lim there is yoki there are bular mustahkam qolsa jumlaning beshida. Menda tushunsiz deganda planiyada bunday narsa bor yoki bunday narsa bor deb tushunsangiz bo'ladi. Okay? İngilizceda bor degan so'z shunday ifodalanadi. Masalan, planiyada bunday narsa bor degan so'z bo'ladi. Buni ketib so'zlaymiz, oldimizgi darslarda aniq bo'ladi bu gap. Demakchi hozircha ma'vo nimadiki ma'vo savoldagi shu ishlatilish ahvoliga qarasak is there deganim bo'ldi. Ashu there is ninki savol shakli bo'ldi degan gap. Abi men hozir ko'rayotgan mana ekrandagi there is yoki there are ni ba palaniyadan pisanasi ba dedim-ku. Demakchi bu bayon jumla shaklini aniq ko'rinib turibdi. Demakchi planiyada pisanasi ba degan bir bayon jumla bu. Hargiz savol jumla emas. Bu qanday bo'lsa savol jumlaga aylanib qoladi desangiz, ashu there bilan isning yoki there bilan arening o'rnini almashib qolganda savol jumlaga o'zgarib ketadi degan gap. Okay? Masalan, is there bir nima yoki are there bir nima deb qolsa, planiyada pistanasi bormi deb savol o'zgarib ketadi demakchi. Okay? Xo'sh, uzun gapning qisqasi there is yoki there are bir nima degani planiyada bunday narsa bor degani. Ama shu there bilan is yoki there bilan are ning o'rnini almashtirib qo'ysaqanda, shuni savol o'zgarib ketadi demakchi. Ya'ni planiyada pistanasi bormi degan savol o'zgarib ketadi. Shu nuqtadan qaraganda is there degan qanda bormi degan gapga savol ekan-ku bu, ha? Okay? A problem bir masala, bu ham problemni o'rgandik, masaladir. With degan bilan degan gap. Nima bilan demakchi? The customs officer. Customs officer nima dedik? Tamojna xodimi dedik yoki tamojna ofiseri degandekchi.
Okay. Yine mundaq aldikayında bağlab tushunsangiz bu gapni. Bamu bir masala tamojna ofiseri bilan degan gap bu. Ya'ni tamojna ofiseri bilan bir masala bormi? Nima degan gap bu? Tamojna ofiseri bilan yoki tamojna xodim bilan bir masala bormi? Demakchi bu yerda shu tamojna xodimi deyli, mehmonlarninki o'tayotgan mehmonlarninki yoki yo'lovchilarninki ishini bir taraf qilayotgan shu tamojna xodimi deyli. Demakchi shu xodim bilan shularning o'rtasida bir ish bormi demoqchi ekanda, yoki xodimda yo'lovchilarga nisbatan bir masala bormi degandek bir gap ekanda. Okay? Shu buni nima deb tushunsak to'g'ri bo'ldi uyg'urchada desangiz, tamojna xodim bilan masala bormi demoqchi. Deb tushunsak bo'ladi. Tamojna xodim bilan masala bormi? Bu yerdagi tamojna xodimi bilan degandiki bilan deganni qanday tushunamiz? Shu tamojna xodimida shu yo'lovchilarga nisbatan masala bormi degandek bir ma'no chiqadi bu gapdan, okay? Ya'ni tamojna xodimida masala bormi yoki tamojna xodimi bilan masala bormi? Mana nima o'tirsida demoqchi. Yo'lovchilar o'tirsida, okay? Unda olsam shu savolga biz javob ayli tushungash dialogni qarang. Customs officer bunda deb boshladi gapni. Qata tuzliq tug'an kishilarga nima deydi? Are you Swedish? deb so'radi. Bu yerga you'ni siz deb tushunsak bo'ladimi, sizlar deb tushunsak bo'ladimi? Men degan bu you sizgimi ishlatildi, sizlargami ishlatildi deb. Hamda nega siz, nega sizlar deb ishlatishni nima belgilaydi degan. Shu gapning o'ran belgilaydi degan tuqo demakchi. Men qizlarniki bergan javobi nima? No, we are not. We nima deganda biz deb degan. Demakchi bu qizlar qo'pib hammasi birlikda no, we are not deb biz deb ishlatayotgandiki, ya'ni yo'q, biz emas deb ishlatayotgandiki, demakchi officer, customs officer asli sizlar deb so'rab ekanda, shunga sizlar deb tarjima qilishimiz kerak ekanda deb o'yladingiz, shundaqmi? Okay. Ya'ni sizlar shvetsiyalikmi deb so'rasa, qizlar nima deb javob berdi? Yo'q, biz emas deb javob berdi. Biz nima emas demakchi? Biz shvetsiyalik emas. Ya'ni inglizcha to'liq desak bu jumlani no, we are not Swedish desa to'liq bo'ladi. Lekin unda to'liq deb ketishning hojati yo'q dedik-ku. No, we are not deb to'xtab qolsak ham bo'ladi degan-ku, uyg'urchadan bog'i amaliyotda. Ya'ni yo'q, biz shvetsiyalik emas deyishning o'rniga yo'q, emas, yo'q, biz emas deb javob bersin bo'ladi-ku. Okay? Deb bo'lib qizlar bunda bir gapni qo'shib qo'ydi, qarang. We are Danish. Biz Daniyalik deydi. Hamda yana bir masala diqqat qilishga tegishli. Girl deb bo'lgan qobiyan biz yangi so'zlar tizimligida. Lekin ma girlning kendi bir as qo'shimchasi bor ekan. Nima gap bu? As qo'shimchasi ko'plik qo'shimchasi bo'ladi. Ya'ni birlik ismlarning keyiniga as qo'shilib, shu birlik ismlarning qanda ko'pligi yasaldi. Agar girl desak, bir qizni ko'rsatdi. Girls bo'lganda qizlar, ya'ni ko'plik birdan ortiq ikki yoki undan ortiq qizlarni ko'rsatdi. Okay? Ya'ni ko'plik sen demoqchi-ku. Xo'sh, unda bo'lsa, tamojna xodimi ashta so'rabdi qizlardan, sizlar shvetsiyalikmi deb. Qizlar qo'pib, yo'q, biz emas deb bo'lib, biz daniyalik deb javob beribdi. Ana customs officer yana so'rab qoldi, qarang. Are your friends Danish too? Bo'lsa, sizlarning do'stlaringlar ma tu degan mu daniyalik mu? Ya'ni demakchi, sizlar daniyaliklar bo'lsanglar, do'stlaringlar daniyalikmi deb so'ramoqchi-ku. Are your friends Danish too? Sizlarning do'stlaringlar mu daniyalikmi deb so'raganda qizlar qo'pib, no, they aren't. Degani hamda amaliyotda no, they are not Danish degan gapning qisqartirilmasi-ku. Bu yerdagi aren't degani are not ning qisqartirilmasi. Okay? Ya'ni no, they aren't. Yo'q, ular emas dedi. Nalik emas, daniyalik emas demoqchi-ku. Uni no, they aren't Danish demay, no, they aren't desam bo'ladi dedi qo'yam. Alright, deb bo'lib qizlar they are Norwegian dedi. Ular Norvegiyalik dedi. Okay? Tushunishibmi? Demakchi bizni ko'rdingiz, we are deb ishlatgan. They'ni ko'rdingiz, ularni ko'rdingiz, they are deb ishlatgan. Okay?
They are Norwegian. Demekçi kızlar özleri Daniyalikken, ulanın dostları için Norvegiyalik болып çıktı. Anaki customs officer yine devamlı sorağıdı. Your passports, please. Your passports, please. Diyen gap. Sizlerinin pasportlarınla diyen gap bu. Abay dedim passport. Depigen dok sözlük tizimlikide lekin miyada as qo'shimchasi qo'shilib kelyapti. Sababi pasportlaringlar demekçi. İki adam qarab dağıtıdı o. Your passports, please degan nima? Marhamat, ya'ni qarshi tarafni bir ishga buyurganda yoki takalluf bilan bir ishga chaqiriq qilganda ishlatadigan bir takalluf so'zi u. Buni nima deb tushunamiz bu jumlani? Pasportlaringlar emasa pasportlarını ko'rsatsanglar deb tushunamiz amaliyotda. Bu qanday jumla desangiz, misolda tushuncha bersak, your passports please degan gap amaliyotda nima gap desangiz, oldidagi bunda bir gap yoshirin kelgan jumla bu amaliyotda. Qarang, show me degan so'z yoshirin kelayotgan bir jumla bu. Ya'ni show degan nima desangiz, hozir bilmasingizmi, hargiz ortiqlik qilmaydi. Ko'rsatish degan gap, me degan menga, ya'ni show me degan ko'rsatinglar menga deb tushunsak bu gapni. Your passports, sizlarning pasportinglarni, ya'ni pasportlaringlarni menga ko'rsatinglar degan gapkan bu. Keyinga please ni qo'shib qanda bir takallufni ifodalaydi. Ya'ni pasportlaringlarni ko'rsatsanglar yani deb takalluf bilan da'vat etmoqchi u. Xo'sh, unda bo'lsa bu jumlada qanday? Bu show me degan qismi qanday? Yoshirin keldi ekan. Yoshirin kelsa nima bo'ldi? Jumlaning ma'nosida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Ya'ni your passports please desak, shu xuddi show me your passports please deganga o'xshashlam gap bo'ladi demoqchi. Okay? Demak, ba'zi gaplarni dak ochiq deb aytishning hojati yo'q. Ba'zida Uyg'ur tilida mesela bunday o'ylasangiz, qani amsa pasportingiz deb bunday qo'limizni tanglasak qarshi tarafga. Pasportingiz deb tanglasak, pasportingizni men ko'rsatdim da'vat etdi deb pasportni chiqaramiz qarshi tarafga. Tushunishlikmi? Demakchi, pasportingizni chiqaraman, men ko'rsataman deb bunday show me degan qismini demayapti, ya'ni demisim bo'ladi demakchi u. Okay? Ya'ni your passports please niki aslidagi jumlasining qanday ekanligini bilib oldingizmi hozir, ha? Your passports please degan gap amaliyotda shu show me your passports please degan gapning nimasi? Qisqartirilgan shakli. Okay? Xo'sh, your passports please deganni nima deb tushunamiz? Pasportlarni ko'rsatsanglar bo'lib ekan deb tushunamiz. Girls deydi, here they are. Here degan mana deb tushundik eng boshda. They are degan ular bo'lsa degan gap. Mana ular bo'lsa, ya'ni mana ular degan gapkan bu, ha? Okay? Deganda customs officer qo'yib, are these your cases dedi qarang. Are these your cases? Bo'lsa, bular sizlarning chamdanlaringlarmi? Cases degan chamdan dedik-ku. Dedikmi, demdikmi? Case deganni chamdan dedik. Agar demagan bo'lsak, kechiringlar. Nishadi degan bo'layli, to'xtang. Oldingi darsda o'rgangan ras. Adamizda cho'qim bor. Case deganni chamdan degan to'q. Cases bo'lsa shu chamdanning ko'pligi bo'ldi-ku, chamdanlar. Unda bo'lsa are these degan bo'lsa bular, ya'ni agar bir chamdan bo'lib qolgan bo'lsa, ashada is this your case degan bo'ladi. Ya'ni ma jumlaga masalan bir misol olsam, is this your case degan bo'lsa, nima degan bo'ladi? Qarang, bak tushunishlik ma jumla sizga. Bo'lsa bu sizning nima chamdaningizmi degan gapdi-ku. Ham buni ko'plikka o'zgarsak nima bo'ladi? Is nimaga o'zgaraydi? Are bo'lib o'zgaraydi. This-chi abay o'rgangan bulardiki these ga o'zgaraydi. Your o'zgarmaydi, case-ning kayniga bir as qo'shilib ko'plikka aylandi. Demakchi, ingliz tilida mushundaq masalan birlik jumlani ko'plik jumlaga aylantirishda hamma narsa biraqla o'zgaradigan ahvol bor. Uyg'ur tilida ancha bak emas. Masalan, bu sizlarning kitoblaringlarmi demay, bu sizlarning yaxshi misol bo'lmay qoldi. Masalan, mishada bular sizlarning
Çamdallarınlarmı desek mi buldu Uygur tilida. Lekin bu sizlarning çamdallarınlarmı deb bular demay bu desek mi çoğ mesele yok Uygur tilida. Lekin ingliz tilida shundaq shu birlik cümleni ko'plikka o'zgartgan chog'da shu BPLdan tortib shu ko'rsatish almashdan tortib ismlargacha hammasi biroq o'zgaradi. Masalan, BPL deganimiz is are o'zgardi ko'plikka. Ko'rsatish almash this these o'zgardi bularga. Cases bo'lib ko'plik o'zgaryapti. Demakchi, bir narsa o'zgarsa hamma narsa biroq o'zgaradi ingliz tilida. Okay? Ya'ni birlikni ko'plikka o'zgartganda. Lekin Uyg'ur tilida ancha unchalik emas demakchi. Unda bo'lsa are these your cases degan nima bo'ldi eng ustidagi? Bo'lsa bular sizlarning chamdollaringlarmi? Ya'ni bular sizlarning chamdollaringlarmi degan gapdan-ku. Deganda qizlar qo'yib no they aren't deydi. Yap ular bo'lsa emas. Okay? Degan dedi. Deb bo'lib bu qizlar endi nima deydi? Our cases are brown. Our deganni deb degandoqmi? Our degan bizning to'xtanga. Ourni agar degan bo'lsa, keyingi darsda o'rgandik 16-darsda. Unda degash turaydi hozir. Our degan bizning degan gap. Yadingizda bor, mening nima deydik? My deydik. Bizning nima deydiganmiz hamda our deydiganmiz. Shart bir yezib oling, hali baribir uchraydi 16-darsda. Okay, demakchi our degan bizning bo'lsa, cases degan chamdollarimiz degan bo'ldi ekan. Are brown bo'lsa, qo'ng'ir rangli yoki kafe rangli deymiz bu. Our cases are brown. Bizning chamdollarimiz bo'lsa, qo'ng'ir rangli. Develop here they are. Mana ular miyada demakchi. Here they are. Mana bo'lsa ular yoki mana ular bo'lsa yoki mana ular demakchi. Demakchi tamojna xodimininki bular sizlarning chamdollaringlarmi degan gapiga yo'q ular emas deb bo'lib o'zlarining chamdollarini ko'rsatib turib bizning chamdollarimiz brown ya'ni qo'ng'ir rangda mana ular deb bunda o'zlarining chamdollarini ko'rsatyapti-ku. Deganki customs officer qo'yib are you tourists deydi. Bo'lsanglar sizlar sayohatchilarmi degan gap bu. Bu gapga nisbatan girls yes we are deb javob beradi. Biz shu deb tasavvur majmunini tushunishsa. Ana customs officer qo'yib are your friends tourists too deb so'radi. Sizlarning do'stlaringlarmi sayohatchilarmi deb so'raganda girls qo'yib yes they are. Ular shu deydi. Demakchi bizning tourists ularning tourists demakchi-ku sayohatchilar. Okay? Customs officer dedi, that's fine. Unda yaxshi, undaqda yaxshi. Yani u bo'lsa yaxshi degan gap shu ahvol qartilgan demakchi, bo'ldi demakchi. Bo'ldi sizlarni tekshirib bo'ldim demakchi. That's fine. Yani fine degan yaxshi. Ya'ni undaqda yaxshi ekan, bo'ldi deganda ma'nosi bor. Okay? Girls bu gapni anglab nima dedi? Thank you very much. Sizga nihoyat ko'p rahmat dedi. Rahmat sizga nihoyat ko'p. Okay? Inglizchada rahmat sizga nihoyat ko'p deymiz. Uyg'urchada sizga nihoyat ko'p rahmat deb bunda deymiz-ku. Ingliz tilining ifodalash oddiga yana bir diqqat qilsangiz hargiz ziyni yo'q. Okay? Thank you very much. Rahmat sizga nihoyat ko'p. Demakchi dialogimizning o'qilish ahvoli shundoq jumla. Anoniki ularningki har bir jumlaning ma'nolari yuqori degandek bu yana yetarlik emas saboqdoshlar. Men dedim inglizchani qandoq bir qatim tushunib oliblam, men bilib ketdim deydigan narsa emas. Buni shu bakchiq mashq qilish kerak. Kitob o'zingizda bor. Agar bo'lmasa qandoq tor bekitimizni tushirib oling. Tushirib olgandan keyin shu dialogni tepib, qayta o'qib, meningki men o'qib berganimni qayta keyinga yandirib anglab, qayta o'qib, yezib, yodlab o'rganishingiz kerak. Okay? Unda bo'lsa dialog mishanchilik bo'lsin. Endi biz nima ish qilamiz? Masalga javob topamiz endi. Is there a problem with the customs officer? Nim bilan tamojna xodim bilan masala bormi deydi. Okay? Unda sizlar daqiqalar tamojna xodim bilan masala bormi yo'qmi? Yes, there is deb javob berandoq yoki no, there isn't deb javob berandoq.
No, there isn't deb javob beramiz. Bu gapning ma'nosi ba yoki yo'q degan gap bu. There isn't ba dedik. There isn't nima bo'ldi? Yo'q degan gap. Albatta, masala yo'q ekan, agar masala bo'lgan bo'lsa, ularni o'tkazmaydi. Okay? Demakchi, javobi bizning 15-darsda so'ralgan dialog to'g'riliq so'ralgan savolning javobi qanday? No, there isn't. Yo'q degan gap. Yoki to'liq aytsak bu jumlani. No, there isn't a problem with the customs officer bo'ldi. Qisqartirib no, there isn't deymiz. Yo'q. Demak, tamojni xodim bilan masala yo'q. Okay? Unda 16-darsni ko'raylik savoldoshlar. 16-dars albatta 15-darsningki mashig'i. Nimani mashq qildik ekanmiz deganda are you bir nima degan jumlani mashq qildik ekanmiz. Masalan, oldin yangi so'zlarni ko'rib o'taylik shu darsdagi. Qarasang, birinchi yangi so'z Russian. Number 2, Dutch. Number 3, 16. Number 4, hour. Asli kichik yozilsin bo'ladi, cho'ng yozilishning hojati yo'q. Mana bu so'zningki birinchi harfini, xo'sh, unda o'qilishi shundoq, ma'nolarini tushunib boqaylik. Russian, Rossiyalik yoki Rossiyaning degan gap. Hozir qadar nurg'un davlat avvalliklarni o'rgandik-ku. Okay, esingizdan chiqib qolmasin. Russian degan Rossiyaning, Rossiyalik degan gap. Number 2, Dutch. Bu Gollandiyalik degan gap. Dutch. Okay? Number 3, 16. 16. Ya'ni bu dars 16-dars bo'lg'achqa albatta 16 degan sonni o'rganib qo'yish kerak. 16 deymiz 16 ni. Eng oxirgi so'z hour. Bizning abiyam tekstni ko'rish jarayonida o'rganib bo'ldik amaliyotda. Lekin o'qishni yaxshi o'rganib hour. Over deb o'qib qo'ymang. Over deb gap yo'qmi? Over desang xalq tushunmaydi nimda atida. Hour, ya'ni bizning. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa, tez qilib mana bu jumla shakliga jumlaning ichiga bir silib mashq qilasak, bu are you degan jumla shaklini mana darsimizda kelayotgan jumla shaklini. Qarasangiz, are you Russian? Masalan, bo'shirong'a Russian deb qo'ysak, nima bo'ladi? Sizlar Rossiyalikmi degan bo'ladi. Javob yes, we are. Biz shu yoki no, we aren't. Yo'q, biz emas. Aren't nima? Are not. Menga yig'indisi yoki qisqartirilmasi. Ma'lum nimishqa bu yerga are you Russian deganni siz deb mundaq tushunib yes, I am demay nimishqa yes, we are deb mundaq demakchi you degan sizga yetadi, sizlarga yetadi, nimishqa I deb javob bermay we deb javob bersiz desanglar. Chunki bu darsimizda to'xtalayotgan asosli nuqta shu kishilik almashlarningki birlikni ko'plikka aylantirish to'xtalayotdi. Ya'ni he, she, it degan o'rniga they ni mashq qilyapmiz. Agar yodingizda bo'lsa. I ning o'rniga we ni mashq qilyapmiz. Almashtirib. Ya'ni sendiki you ning o'rniga sizlardiki you ni mashq qilyapmiz. Agar tushunsangiz, demak cho'g'ini 15-dars ko'plikka almashlarningki darsi bo'lg'achqa 16-darsda qanday albatta ko'plik almashlarni mashq qilamiz. Shuning uchun are you Russian deganni qanday siz Rossiyalikmi deb tushunmay, sizlar Rossiyalikmi deb tushunish kerak. Chunki javobi yes, we are. Biz shu. Ya'ni bu yerda bizni talab qilayotgan shu ko'plikni. Ya'ni bizni mashq qilish bo'lg'achqa. Okay? Biz bo'lg'achqa you degan sizlar deb tarjima qilindi. Ketni tushunishlik qo'y. Xo'sh, unda bo'lsa, bu darsningki nimasi shundoq. Mana bu so'zliklari, ya'ni 16-darsningki yangi so'zliklari va jumla shakli shundoq. Bular endi o'zingizning jiq mashq qilishingizga qarashliq. Masalan, Dutchni hozir Gollandiyalik dedik. Masalan, shu bo'shirong'anda Dutchni qo'ysangiz bo'ladi. Are you Dutch? Sizlar Gollandiyalikmi? Javobingiz nima bo'ladi? Yes, we are. Biz shu yoki no, we aren't. Okay? Yoki oldida biz o'rgangan masalan Amerikalik degan nima deydik? American deydik. Masalan, mishaga are you American deb so'rasa, javob qanday? Yes, we are yoki no, we aren't bo'lish kerak. Okay? Buni o'zingiz mashq qilsangiz bo'lmaydi demoqchiman, men og'zaki,
Endi biz qanday ma yezikçi məşq qarab baxaylı savaqdaşlar, written exercises. Yezikçi məşqinki A məşqə qarsanız A bölükdə complete these sentences using a or an deydi. Yəni ayaqlaşdırınlar yoki to'liqlanlar bunu cümlələrini işletiş arqılı A, I yoki an deməkçi o. I'ni bir degan to'q savaqdaşlar, anni bir degan to'q yadingizda bor. Hamda qayaga I'ni, qayaga anni qo'yishni qanday? Shu o'zidan keyingi kelgan ismninki tunji harfi belgilaydi degan to'q yadingizda bor. Agar o'zidan keyingi kelgan, o'ziga agishli kelgan ismninki tunji harfi so'ziq tovush bo'lib qolsa, anni ishlatamiz, uzuk tovush bo'lib qolsa, I'ni ishlatamiz degan to'q. Masalan, tuvandagi misol qarsangiz, it's Swedish car deydi. Qarsangiz Swedish, ya'ni shu bir degan mayli I bo'lsin, mayli an bo'lsin. Shu bir degan so'zning kendilla agishib kelayotgan so'zning tunji harfi nima ekan? S. Bu S degan uzuk tovushmi, so'ziq tovushmi? Albatta uzuk tovush. Shuning uchun ikkilanmay I'ni ishlatar ekanmiz. Ya'ni kendini ishlapagan javobi qarsak, it's a Swedish car deb. A Swedish car deb. Tigirki jumlachi, tigirki mashqchi. Masalan, tigirki misol. She is bir air hostess. Air hostess yadinglarda bor. Aeroplan xodimi degan gap, aeroplan kutuvchisi. Okay, demakchi, qarasangiz air hostess, air degan so'zningki birinchi harfi qanday? So'ziq tovush ekan. Shuning uchun bu yerga hargiz I'ni ishlatmaymiz, balki anni ishlatamiz. Masalan, she is an air hostess deb yozibdi. Nimada? Javobida. Okay? Bilgilik misolniki. Bundan number 1, 2, 3, 4, 5, 6 lan işləyələmsizlər. Əlbəttə işləyələysizlər. Bunu işləməsənlər bulmaydı savaqdaşlar. Okay? Özünüz çoxum işləb qol silib anandakı öyrənəsiz ingiliscəni. Okay? Bundan sonra kitabınızdan var, kitab işləsəniz buludu yoki dəftərlərini işləb toldurasınız təxi yaxşı, qayta. Bir cümləni 10 qatim yazıb, okay? Hətta 100 qatim degəndək. Xoş, bundan sonra keyinki məşq qarsınız, write questions and answers using our deyib. Our'ni işlətib sual və cavablarını yazın degan gapkan bu. Qarsanız example nimdaydi o? Books anankin read deydi. Books'ni bilisizlar, book degan kitobdi. As qo'shilsa kitoblar bo'ladi ekan. Red'ni bilisizlar, red degan qizil rang, qizil degan gapdi. Bundan so'ng berilgan books bilan red degan ikki so'zga asosan bunda jumlalarni tuzab qarang. What color are your books? Nima rang bo'lsa sizlarning kitoblaringlar? Javob: Our books are red. Bizning kitoblarimiz bo'lsa qizil. Ya'ni savolninki asli talabiga qarasangiz nimani ishlatib savol va javoblarni yozinglar deganda our degan so'zni ishlatib degan. Our degan nima? Abemiganda bizning degan gap. Unda bo'lsa bizning deb aniq tursa, what color are your books? Ki your ne sening yoki sizning deb tushunamiz yo'q. Sizlarning deb tushunamiz. Demakchi, you yoki yourninki sen yoki sen yoki sening ekanligini yoki sizlar yoki sizlarning ekanligini na'dan bilamiz degan to'q, shu gapning o'ramidan degan to'q. Demakchi, gapning o'ramidan nima chiqyapti? Bizning kitoblar bo'lganligi albatta u qarshi tarafdan bu savolni so'raganda sizlarning kitoblar deb bunda elishimiz kerak. Gapim tushunishli qo'y. Undan so'ng what color are your books? degan savolga our books are red deganga asosan tuvandagi number 1 dan number 12 gacha o'zingiz ishlaysiz. Masalan, number 1 ni ishlab beray, qarang. Shirts. Shirts degani nima? Ko'ylak. Actionning ko'ylagi bu, ustiga kiyilgan. White degani nima? Oq ranglik yoki oq degan gap. Undan so'ng mush ikki so'zdan foydalanib savol jumladan birini tuzaylik boshqa qarang. What color are your shirts? Javob: Our shirts are white. Degan gap bu. Sizlarning ko'ngliklaringlar qanday rangda deb so'ragan to'q. O'zimiz bunga javob berdik. Bizning ko'ngliklarimiz bo'lsa oq yoki oq rangda deb javob berdik. Demakchi, bu 12 misolni ishlash jarayonida qanday buni siz texnik cho'nqur his qilasiz, tushunasiz. Aşında deb yurib qanday oxiri darsning oxiriga mukaqqatimiz. Unda olsa atki darsda ko'rishaylik savdoshlar. Hargiz hamig'aysizlar ingliz tili. O'rganish to'liq ko'ngilli bir jarayon.
Unda olsa biz ertki ders görüşelim. Thank you very much. I will see you tomorrow.